1 daqiqa ichida quchoqlashib ko'rishgan har bitta odamingiz uchun sizga 20 ming so'mdan beramiz desak qilgan bo'larmidingiz? Ha. Unda 1 2 3 vaqtimiz ketdi. Harakat qilamiz. Xo'sh. Aka bir ko'rishib qo'yaylik, assalomu alaykum. Bitta. Ikkita. To'xtab 7 soniya vaqtimiz o'tib ketdi. Ko'proq joyga boramiz. Ko'proq joyga. 3 ta bo'ldi. Chaqirib oldingiz. Soniyamiz o'tib ketdi. Faqat to'qqizida. Ko'rishib qo'ying. 4 ta, 5 ta. 5 kishi bilan ko'rishga ulgurdingiz. 100 ming so'm bo'ldi. Yarim daqiqa vaqtingiz o'tib ketdi. Keling. 6 ta, 7 ta. Davay, davay. 36 soniya, 8 ta bo'ldi, 9 ta. Tezroq harakat qilamiz. Bitta narsani aytib o'tishim kerak, ishonch do'konlarida barcha turdagi tillarga hozir 15% lik chegirma yoki 20% lik bonuslar bilan sotib olishingiz mumkin. Vaqtimiz kam qoldi. Va nechta bo'ldi? 11 ta. 1 daqiqadan o'tib ketdi. Assalomu alaykum. 12 ta bo'ldi, endi to'xtatamiz. 240 ming so'm pul yutug'ini yutib oldingiz. Bu pul sizga. Samarqandlik bola kanaliga obuna bo'lib qo'ying.